Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizni tomosha qilib boradigan tomoshabinlar. Ko'pchilik parandaga qiziqib boradi. Lekin parandalarni qanday qilib boqish kerak, qanday qilib yemlash kerak, keyinsiga qaysi parandani boqish kerak, shularni ko'pchilik tanlanmay qoladi. Shuni hozir men sizlarga qaysi tovuq qaysi paytda nechta tuxum beradi, qaysi tovuqlar jo'jalari sovuqqa chidamli, qaysi tovuqlarda ballari tez o'lib qoladi, qaysilar ballari tez rivojlanadi va qaysi tovuqlar qancha tuxum beradi, qaysilarini vesi qancha, shularni polni masalaga tushuntirib berib o'tmoqchiman. Hozirgi ko'rsatib turgan tovuqlarim Ligoron standart. Bularni vesiga keladigan bo'lsak, tovuqlari 1 kilo 800 grammdan 2 kilogacha bo'ladi. Tovuqlarning vesi, xo'rozlarining vesi 2 kilodan 2,5 kilogacha ves bo'ladi. Bu Ligoron tovuqlarini tuxumini 3 yilgacha olishda iloji bor. Agarda joyi salqin bo'lib, joy agar tovuqlarga ma'qul kelmay sovuqlik qiladigan bo'lsa agar, Ligoron tovuqlari tuxumdan chiqib ketadi va tuxum qilmay qo'yadi. Tuxumini soni kamayib boradi. Agarda joyini 20 gradusdan 30 gradusgacha issiqlikda agar ushlaydigan bo'lsangiz agar, bu Ligoron tovuqlarimiz yiliga 300 dan oshiq tuxum beradi. Bizdagi tovuqlarimiz hozirgi paytda 1 yashardan o'tdi bu tovuqlarimiz. 9 ta tovuqdan kuniga 8 ta, 9 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 7 ta tuxum olishni boshlayapmiz. Hozir men sizlarga ertalabdan video qildim. Keyin yemlariga keladigan bo'lsak, yemlari 15 xil, 20 xilga yaqin yemni aralashtirib solib qo'yish kerak. Bu yerda baliq uni bo'lish kerak, suyak uni bo'lish kerak. Keyin makkani maydalangani, bug'doy, arpa, semichkani maydalangani, shunday qilib 15 xil, 14 xilga yaqin vitaminli yemlar bo'lish kerak. Har bitta parandamizga 135 gram bir kunga beriladi. Agar 135 gramdan agar har bir parandaga berilsa, parandamiz o'ziga kerakli bo'lgan yemni yeb, o'ziga kerakli bo'lgan oziqani to'lgandan keyin har kun tuxum qilaveradi. Hozir mana bu yerda tovuqlarimizga solib qo'yganmiz 15 xilga yaqin yemlari. Keyinsiga taglari mana shunday quruq. Suvlarini mana idishiga solib qo'yganmiz. Bularda обязательно taglari quruq bo'lish kerak. Hozir endi havolar isib qolgan uchun mana apilkalar solingan taglarida. Ertalabdan Ligoronlar o'zi obedgacha tuxum qiladi. Tuxumlari katta-katta. Hozir mana o'sha ertalabdan o'sha 2 ta tuxum qilib qo'yibdi. Tuxumlari ham katta-katta bo'ladi. Keyin bularni sovuqqa chidamligi, sovuqqa chidamaydigan tovuqlar bular. Iloji boricha agar tovuqxonalaring o'tiblat bo'lmagan bo'lsa, tovuqxonalaringning ichi 20 gradusdan 30 gradusgacha isita olmasalaring agar Ligoronni boqishni maslahat bermagan bo'lardim. Faqat Ligoron tovuqlari yozga yaxshi. Bularni jo'jalari ham nozik bo'ladi. Bir xil paytda 5 oylik bo'lganda, 4 oylik bo'lganda bularga vaksina urilish kerak. Vaksina urgan paytingizda ko'pi nogiron bo'lib qoladi. Boyagi vaksinani dorisi, ukoli kuchli, shu uchun nogiron bo'lib qolib, ko'pi sog'aymay yuradi. Nogiron bo'lib qoladi. Shu uchun iloji boricha maslahatim faqat yozda boqsalaring bo'ladi. Bularni vesi yengil uchun ukol qilgan paytlaringda to'shidagi go'sht kichkina uchun ko'pi nogiron bo'lib qoladi. Shu uchun iloji boricha issiqroq joyda bo'lsa agar boqsalaring bo'ladi. Jo'jalari nozik bo'ladi bularni. Hozir endi keyingi ko'rsatib o'tadigan parandamiz yiliga 1 yilga 280 dan 300 gacha tuxum beradigan tojjon koreyskilarimiz. Tojjon koreyski o'zi aslida ham go'shtga, ham tuxumga boqiladigan parandalar hisoblanadi. Bularni vesiga keladigan bo'lsak, veslari tovuqlari 4 kilogacha ves qiladi, xo'rozlari 6 kilogacha. Hozirgi paytda mandagi tovuqlar
3 kilodan oshiq tovuqlari, xo'rozlari 4,5 kiloga yaqin. 5 kiloga chiqqan yo'q. Endi men tovuqlarga qo'shib qo'yganim uchun salgina ariqroq xo'rozlari, chunki tovuqlarni kuniga bosgani uchun ariqroq. Agar bularni endi tuxum necha oyda kiradi degan savollar ham bo'ladi. Bularimiz 7 oyda tuxum berishni boshlaydi. Ligorin parodasidagi tovuqlarimiz 5 oyda уже tuxum berishni boshlaydi. Bular 7 oyda tuxum berishni boshlaydi, lekin to'xtamay tuxum qiladi. Kasalga ham chidamli, ancha-muncha kasalga chidamli. Обязательно bari vaksinasini berish kerak. Baribir ancha-muncha kasallarga, masalan, xirillashga, ko'p tovuqlar xirillab sovuqqa o'lib qoladi-ku. Bular yo'q, sovuqqa ham chidamli tovuqlar. Oyog'i yaxlasa ham tuxum beraveradi. Misol uchun hozir bizda 5 ta tovuq bor mana. Bittasi tuxum deyotibdi hozir. 5 ta tovuqdan Xudoga shukr kuniga 5 ta 4 ta, 5 ta 4 ta tuxum olamiz. Kuniga tuxumlayapti. Yiliga bular ham qishda to'xtaydi. Ayni sovuqda chilla paytda to'xtaydi. Mana suvlarni ham solib qo'yganmiz. Qishda ayni sovuqda to'xtaydi bular ham 1-2 oyga. Havolar sal ilishni boshlashi bilan уже tuxum qilishni boshlaydi. Tuxum berishi yaxshi. Jo'jalariga keladigan bo'lsak, bularni ham jo'jalari 15 kunlik, 20 kunlik bo'lguncha salgina slabi bo'ladi. 15 kunlikdan уже yag'iga уже keyin unda ham qanday boqish kerak? Iloji boricha joyini issiq qilib, vaqtida yemini berib, vaqtida vitaminlarini berib boqsangiz, Xudo xolasa inshaalloh o'lmaydi. Chunki o'zim boqib kelyapman, jo'jalarning ham videosini qo'yaman Xudo xolasa. Hozirgi paytda bularning ham jo'jalari bor bizda. Tuxumlarini apparatga qo'yamiz. Shu bugun ham Xudo xolasa apparatimizdan jo'jalar chiqishni boshlagan. 23 kunlik jo'jalari ham bor bulardi. Faqat bularni hozirgi paytda 2 oylik zakasimiz bor. Sekin-sekin bu yil ko'paytirib olsak, keyingi yildan Xudo xolasa tuxumlarini, jo'jalarini Xudo xolasa sotishni boshlaymiz. Manzilimiz Qirg'izistonda. Ko'pchilik yozishi mumkin, O'zbekistonga dastavka bormi deb. O'zbekistonga paket chiqarib bera olmaymiz. Faqat Qirg'izistonga bo'lsa agar tuxumini jo'natib bera olamiz. Jo'jasini emas, faqat tuxumini jo'natib bera olamiz. Bularimiz toza, Pirramoy Koreyadan kelgan nimalari, tuxumlari. Ko'rib turibsizlar mana. O'zlaring baho bersalaring bo'ladi, kommentariy yozib qoldirib ketsalaring bo'ladi. Tozaligiga. Hozirgi paytda bizda 2 xil svetdagi xo'rozimiz bor mana. Bittasi to'qroq, bittasi sal qizilroq bashara. Oyoqlari ham qalin-qalin. Bular hozir 10 oylik bo'ldi. Hali 1 yoshar bo'lgan yo'q. Xudo xolasa sog'lom, yaxshi, o'zgarishi ham yaxshi, o'sishi ham yaxshi. Hozir endi men sizlarga Adlerskiy Serebristda tovuqlarni ham ko'rsatib o'tib, ularni ham ko'rsatib gapirib beraman. Ularni xarakteri qanday, buni tovuqlarni qancha tuxum beradi, shularni ham hozir gapirib ko'rsatib berib o'taman. Adlerskiy Serebristda bular rossiyskiy poroda hisoblanadi. Bular yiliga 260 dan 280 tagacha tuxum beradi. Bular ham ancha-muncha kasalga chidamli, sovuqqa chidamli poroda tovuqlar. O'zi aslida bu rossiyskiy poroda hisoblanadi. Bularning jo'jalari lekin ancha-muncha kasalga ham chidamli bo'ladi. Keyin o'sishi ham tez bo'ladi. Adlerskiy Serebristda tovuqlarimiz 6 oyda tuxum berishni boshlaydi. 6 oydan o'tib tuxum berishni boshlaydi. Bular ham Adlerskiy Serebristni ham misol uchun 3 yil, 4 yil bemalol qo'rqmay boqsalaring bo'laveradi. Tuxum berishi soni yaxshi bo'ladi ham. Shu 260 dan 280 tagacha tuxum beradi. Faqat bularning tuxumi kichkinaroq bo'ladi. Vesiga ham ichiniki sapsariq bo'ladi. Veslari bularning ham yengil, ham kichkina bo'ladi tuxumini. Hozirgi paytda bizda 7 ta tovuq bor edi, 3 tasini sotib yubordik. Hozir mana 4 taga bitta inkubatorga bugun Xudo xolasa jo'jalari chiqishni boshlagan. Buni ham Xudo xolasa videolarini qo'yamiz. Bularimiz ham tuxumda mana bu yoqqa gnizdosini yasab qo'yganmiz. Mana bu yoqda nipilni payilkalari suv ichishiga, yemlari ham shunday turibdi mana. Bir kunga 135 gram berish kerak. Men даже oshiqchasi bilan hisob tashaganman. Xolasa yeydi, xolamasa mana donlari oldida turaveradi. Kechgacha bemalol yeb
Tovuqlarni oldida doni qolmasa, suvi qolmasa, tovuqlarimiz stressga tushib, tuxum berishi ham kamroq bo'ladi. Keyin tovuqlarni o'sishi, rivojlanishi siloq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha 135 grammdan oshiqcha qilib yem solib qo'yarish kerak. Bir kunga misol uchun 2 mahal beradigan bo'lsangiz, 2 mahalni shunda bo'lib beraverasiz. 10 ta tovuq bo'ladigan bo'lsa, 1 kilo 350 gramm bo'ladigan bo'lsa, yarmini ertalab berib, yarmini kechga bersalaring ham bo'laveradi. Bular ham lekin Adlerskiy serebrisni boqsalaring ancha-muncha chuma kasal deydi. Chuma kasaldi, misol uchun bularga ancha-muncha kasal kelishi sal qiyinroq. Nimaga deguncha bular organizm baquvvat. Organizmi slabi emas. Organizm baquvvat. Xuddi tojjon koreyskilar ham organizm baquvvat, ancha-muncha kasal bo'lmaydi. Lekin Ligorn parodasidagi tovuqlarimiz tez kasal bo'ladi. O'ziga kelishi ham sal qiyinroq kasal bo'lgandan keyin. Bularni misol uchun 3 kun 4 kun davolasangiz o'sha davolashga iloji borda, tezroq davolanadi. Shuning uchun iloji boricha Adlerskiy serebrisni boqsalaring bo'ladi, maslahat beraman. Tojjon koreyskiy boqsalaring maslahat beraman. Eng zo'ri bari nomer 1 hozirgi paytda tojjon koreyskiy ketyapti hozir. Nomer 1 bo'lib, nomer 2 da o'sha mana Adlerskiy serebrisdi, keyin Sussex degani bor. Tumshug'i oq, oyog'i oq bo'ladi. Ko'rinishi mana shu Adlerga o'xshagan bo'ladi. Ular ham yaxshi. Ularning tuxum berish soni Adlerskiy serebrisida qaraganda soni sal ko'proq. Ham vesiga ham sal kattaroq, tuxum berishi ham shunday. Lekin ko'rinishi bir xil. Shundan adashmanglar. Misol uchun tumshug'i sariq bo'lib, oyog'i sariq bo'lsa, u Adlerskiy serebris bo'ladi. Tumshug'i oq, oyog'i oq bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rinishda bo'lsa agar Sussex tovuqlari bo'ladi. Ular ham lekin tuxum berishi Adlerdan ham vesi og'irroq, ham tuxumini ham soni ko'proq. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa bu birinchi videom. Bundan buyog'iga video qo'yib turaman. Agar Baxtiyor Tursunboyev kanalidan misol uchun ko'rib turib agar bu yoqqa o'tgan bo'lsangiz, unda Tursunboyev Baxtiyor bo'laman men o'zim. Bu boshqa kanalim. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Anovoda ko'proq video ko'rmoqchi bo'lsangiz, agar ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Tursunboyev Baxtiyorni yozsangiz, 5 yildan beri, 6 yildan beri qo'yib yurgan videolarim bor. Xudo xolasa aktivni ketyapti u kanalimizdan. Xudo xolasa o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.